Salom obunachilar, sizlar bilan Granat A va men bugun juda ham zo'r narsani o'rganib oldim. Nimaligini aytishim mumkin, lekin sizlar ham bunga ishonasizlar, to'g'ri? Chunki bu bedrockdagilarni orzularidan bittasi. Masalan, bittasini men bajarib bo'lganman. Ya'ni doimiy skin va serverga kirish. Shular asosiysi. Chunki yangi kirgan Minecraft'lar buni bilmaydi. Buni hamma biladi, to'g'ri? Lekin bitta savol bor-da. Kim mana bu orqasiga qo'shishni biladi? Yaxshilab ovozini pasaytirib olay. Mana do'stlar, kim mening orqamdagi narsani payqadi? U nima deb o'ylaysizlar? Men buni qanday qilib qo'shdim? Kim tushundi? Qaranglar, bu yerda Entity 303 shunchaki choy ichayotgani tasvirlangan. Va kim nimani tushundi bilmadim-ku, lekin sizlarga xuddi shu yopinchiqni modi borligini aytishim mumkin. Ya'ni hozir mana bu skinning orqasini ko'rsating, mana bu yerda yopinchiq bor. Mana shu yopinchiqni qanday qo'yishni biladiganlar indamay qo'yaversin, lekin bilmaydiganlarga men o'rgatishim mumkin, agarki sizlar so'rasangiz. Xo'sh, kimda qanday savol bo'lsa, iltimos kommentariyada qoldiringlar. Men esa bobomdan qolgan hassani yana bir bor ishlatib ko'rmoqchiman. Lekin buning uchun oz muddat kutishimga to'g'ri keladi. Xo'p, mayli do'stlar, sizlar bilan buguncha Granat A bo'ldi, bobosining hassasi bilan. Xo'p, mayli ertagacha obuna va layklarni ayamasdan bosinglar.